Madrid futbolchilari qancha maosh olishadi, bilasizmi? Madrid ishiga obuna bo'ling, hozir aytaman. Realdagi eng kam maoshni Qirol, ya'ni Vallejo oladi, yiliga 1,5 million yevro. Keyin esa Endrik 1,4 million yevro. Ukrainalik darvozabon Andrey Lunin 3,7 million yevro. 20 yoshli qardoshimiz Arda Güler 4,3 million yevro. Brahim Diaz 6,1 million yevro. Qirollik klubi sardorlaridan biri Lukas Vazquez 7,9 million yevro. Jamoaning navbatdagi 4 nafar futbolchisi Dani Carvajal, Daniel Ceballos, Ferland Mendy va Luka Modriclar bir xil 8,7 million yevro olishadi. Navbatdagi 3 nafar futbolchi esa yiliga 10 million yevrodan maosh olishadi. Bular Rodrigo va ikki fransuz Kamavinga va Chouameni. Ikkala markaziy himoyachi Antonio Rudiger va Militao yiliga 12,3 million yevro ishlab topishsa, belgiyalik darvozabon Thibaut Courtois 12,6 million yevro oladi. Federico Valverdening pushkalari uchun qirollik klubi yiliga 14 million yevro to'laydi. Keyingi o'rinlarda esa Jude Bellingham va Vinicius Junior 17 million yevro. Birinchi o'rinda esa Kylian Mbappe yiliga naqd 27 million yevro maosh oladi. Hech kimning davri yo'q. Mbappening davri keldi, tamom.